mana shu go'zal Tohiriy restoraniga ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Azizlar, bugun mehribon, yaxshi insonlar, samimiy Davronovlar va Ergashevlar xonadonlarida unutilmas kunlardan biri. Negaki ularning farzandlari Jafarjon va Dilbar oylarining Salom beshikdan boshqadan avval uni hech kim qila olmas demakdir. Avvalambor assalomu alaykum deymiz hurmatli xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum bugungi fayzli koshonaga tashrif buyurgan aziz mehmon va mezbonjonlar. Barchangizga xayrli oqshomlar, yoqimli ishtahalar hamroh bo'lsin deymiz. Va biz Taxmini Pozdravleniya jamoasi bugun mana shunday go'zal koshonada o'zlarining eng unutilmas onlarini nishonlayotgan bugungi kunimizni sababchilarini tabriklash uchun keldik. Ya'ni bugun kechani to'rini bezab turgan یک اویلی نمودمیه صحبی باش شده گردد. همه وقت مادرشه تاجی سر کده گردد دلم پر اجیانم. اویده که همه وقت شو خسان کده میگردد و خودشم بختی تخت بشود. خودش خیلی اصل فرزند الله مهربانم جعفرجان باید من خیلی خودش برای مهربان فرزنده هدیه کنند بسید. و البته من چون مثل شعر خواندن دادنی من اویده جان بایلش بین. Siz bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Siz borsiz, yuragim topadi huzur. Opajonim mening boringizga shukr. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez. Biz birga yig'ladingiz, men yig'lagan kez. Cheksiz baxtim erur sizning boringiz mendan o'tgan bo'lsa, ming bora uzr. Opajonim mening boringizga shukr. Onamdayin mehribon onajonimsiz. Erkalab suyguvchi mehribonim. Dinda to'ji sarmagan boz yakbirga xush omading. Shobayam rahmat ekan. Men bu yakbor qisdan xushmodi, qadamli jayrazining bo'lmadi. Boli xizmatimni bu yakbor deb kutar. Xudo niyati